Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizda yangi oshxona mebelimizni ustanovkaga bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Farg'ona shahri Shodiyona yangi domlarga olib kelib o'rnatdik. Birinchi etajga. Xudo xolasa ishimiz chiroyli bo'lib, bitib ustanovkaga o'rnatib bo'ldik. Bu oshxona mebelimizni O'tkir akam xonadoniga olib keldik. YouTube kanalimizda ko'rib, ishlarimizni yoqtirib zakaz qilganda mana xonadon kelib o'lchab, yana tayyorlab olib kelib ustanovkaga bitkizib bo'ldik. Bu oshxona mebelimizni narxigacha bizdan nima bo'lganicha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha tushuntiraman. Xo'p, bu oshxona mebelimizni akrildan, oq akril bilan seri akrilni aralashtirib qilib berdik. O'rtasi oq, tepa tomon bilan tagi och seri bo'ldi. Bu oshxona mebelimizni poldan o'lchaganda balandligi 2.70, tevasida o'sha 15 sm joyini ham bir yo'l bekitib qo'ydik. Bu oshxona mebelimizni 36 sm joyga tushdi uzunasiga. Bu tomonimizdan kirish, xolodilnikga joy qildik, tevasimiz xonaligiga. Sal olib qochib turib, mana mo'ykasini qo'ydik geli bilan. Bizda simistitili bo'lmaydi. Bu oshxona mebelimizni poldan o'lchaganda balandligi 2.70, 3 etajli fasonda bo'ldi. Bu tomonimizda do'kontor katyoli bor ekan. Mana katyolini ham chiroyli qilib o'rab, tag qismidan ham foydalanadigan qilib qo'ydik. Polkalar qo'yib, jicha рабочий stol, to'rxonali gazi, vitichkalarini teshib chiqarib o'rnatib qo'ydik. Mana to'klarigacha ulab ishlayapti. Bu joyimizda qo'shib soladigan patnislarigacha bor. G'aladonlarimiz vakuumli bo'lgan. Taxta kashimiz, cho'ntagimiz, tagida sveti bor. Hali yoqqanimiz yo'q. Bu oshxona mebelimiz ichida, mo'ykasi ichida keldi. Shushilkasi, original sochiq ilgich turbalari, kafeli, taxta kashi, cho'ntagi, diod chirog'i, magnetlari bizdan bo'ldi. Gaz, vitichka uy egasidan bo'ldi. Mana shu holatda chiroyli qilib ustanovkaga bitkizib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qo'yamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoni tanishlarga ulashib qo'ysalaring, shunaqa oshxona mebellar oqtarishayotgan bo'lsa, xonadoniga chiroyli qilib o'rnatib ustanovka qilib beramiz qo'ldan kelganicha. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Xudo xolasa ishlarimizni qilib borayotgan ishlarimizni chiqarib boramiz. Bu oshxona mebelimizni chekkalari PVX kromka bo'lgan. Xo'p, oshiq-moshiqlari to'rttadan qatirilgan, turba-ruchkalarigacha qo'yilgan, keyin vakuumli bo'lgan. Mana yopilish jarayonlarini ham qattiq yopsangiz o'zi-sekin yopilaveradi. Xaladonlarimiz ham shu. Kafel choklariga germetiklar plintus qo'yib, gaz chekkalarigacha, temir tunukalarigacha qo'yganmiz. Mana shu holatda. Mana. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metri shu tevasigacha 2.800.000 so'mdan qilyapmiz. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi bepul, shu turishi 10.500.000 so'mga tushdi. Mana shu holat.